Jaju har gal uxlashga harakat qilsa, ammo biror marta ham uxlashning ilojisi bo'lmadi. U yoqqa ag'anab, bu yoqqa ag'anab, har narsa qilib ko'rsa ham, ammo uxlolmasdi. Sababi unda gallyutsinatsiya kasalligiga duchor bo'lganlikning alomatlari bor edi. U tushkunlikda tushardi. Ko'zini yumdi deguncha miyasiga har xil taassurotlar, har xil maxluqiy narsalar kelardi. Albatta, gallyutsinatsiya kasalligiga uchragan odamlarning miyasi hech ham ko'z yumilganda ham uxlashning ilojisi bo'lmasligi mumkin. Shu sababli gallyutsinatsiya kasalligi bor insonlardan ozgina xavfsirab, cho'chib turish ham yaxshi. Albatta, uning hech bir narsaga qiziqishi qolmasdi. Ko'zini yumdi deguncha g'alati maxluq har gal uni bezovta qilardi. U har safar ishlayotgan paytida doimiy ravishda ko'zi yumilib ketaverardi. Ko'zi yumilaverardi, ammo maxluqning qandaydir sharpasiga duchor bo'lardi. U xayolan o'yinlar o'ynardi, bolalardan ajrab qolardi. Qara, Jaju ajrab qoldi bizdan. Biror marta ham. U doktorning oldiga kelganida, doktor uning tushkunlik holatiga qarab, unga tashxis qo'ydi. Doktor ham unga gallyutsinatsiya kasalligi deb tashxis qo'ydi. Gallyutsinatsiya kasalligi vaholanki odamlarga tajovuzni ham oshirishi mumkin edi. Chunki xayolan ko'rayotgan narsasi, ya'ni realni ko'rayotgan odami xayolidagi bilan chalkashtirib qo'yish ehtimollari bor edi. U nafaqat televizor qarshisida, balki u qorong'u xonalarda har xil ko'rayotgan filmlarning sharpalari real voqelikka o'tib qolayotgandek tuyulardi unga. U ko'rayotgan maxluq birdan butun tanasi bilan ko'rinishni boshladi. Vaholanki u hech ham uxlashning ilojisi bo'lmasdi. U do'stlaridan xabar kelardi. Do'stlariga tajovuzkor va asabiy, depressiya holatda doimiy stress holatida yuradigan bo'lib qoldi. Oldingi Jajudan esa asar ham qolmadi. U har xil ishlar bilan ovunardi. Har xil o'ylarga cho'mib, sport bilan shug'ullanib, doktor aytgan barcha mashg'ulotlar va dori tabletkalarni ichardi, ammo hech ham uxlashning aytgan mashg'ulotlar uni haddan tashqari ortiqcha toliqtirib, uni yanada uyquga chorlardi. Ammo u ko'zini yumar ekan, uxlashining ilojisi yo'q. U borgan sari qiyinchilikdan aziyat chekardi. Uning yuziga qaragan odam uni tanib bo'lmas darajada ekanligini darhol tushunardi. Jaju oxir oqibat holdan toydi. Taslim bu safar uni chorlayotgan Va u ko'zini yumdi va uyquga uyquga ketdi. ketdi. Uyquga ketar ekan, uning har xil ovozlar ila maxluq uni chorlayotganini sezib turardi. Ha, aytgancha. Salom. Mening ismim Bob. Men SCP-966 loyiha ishtirokchilaridan biriman desam ham bo'ladi. Bu uyqu killeri, uyqu qotili desa ham bo'ladi. Bu uyqu qotili odamlarni xavfli darajada uxlatishga chorlaydi va uxlatgandan so'ng uni o'ldiradi va qurboniga aylantiradi. Bu maxluqot haqida juda ham ko'plab ma'lumotlarga olishga harakat qildik, ammo uning ma'lumotlari bor yo'g'i yiqqanlarimiz vesi 30 kg, bo'yi esa 14 yoki 15 santimetr. Tishlari o'tkir, tirnoqlari uzun. Barmoqlari bilan tirnoqlarining oralig'i masofasi 20 santimetrga teng. Ha, bu juda ham dahshatli va qo'rqinchli va vajohatli maxluq. Buning qurboni bo'lish albatta juda ham achinarli. Oyoqlarining tuyaqushning oyoqlari kabi ko'rinishi bor. Bu maxluqning ko'rishning birdan bir yo'li juda ham ulkan yorug'likda ko'rinadi. Bu taxminan 700 dan 900 darajasidagi nanometr yorug'ligida ko'rinadi. Bu esa spektrning eng chekka ultra qizil joylariga to'g'ri keladi. Agarda bu maxluqning kuygan joylari bo'lsa, ya'ni 3 yoki 4 darajadagi kuygan jarohatlari bo'lsa, bu kengroq darajadagi yorug'likda ko'rinishi ham mumkin va bu odamning ko'rishida juda ham qo'l kelishi mumkin. Bu maxluq ko'rinishi birozgina qo'rqinchli va vajohatli bo'lishiga qaramay, u anchagina zaif va ziyonsizroqdek tuyuladi. Uning suyaklari qushlarniki kabi bo'sh va g'ovakli va nozik. Tirnoqlari esa qanchalik o'tkir bo'lsa-da, shunchalik oson sinaveradi. Bu dushmanlariga ochiqdan ochiq hujum qila olmasligining belgisidir. Ular odatda hech ham uxlamaydi.
Ammo bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ular birozgina ish faoliyatini 5-10 daqiqaga to'xtatib, so'ngra yana faoliyatini yurita boshlaydilar va odamlarga ziyon keltirishni boshlaydi. U shunchalik nozik bo'lsa, qanday qilib odamlarga ziyon keltiradi deb o'ylashingiz mumkin. Ammo bilsangiz agar, u odamlarga ziyon keltirishning ajoyib strategiyalarini o'rgangan va ularning qobiliyati desa ham bo'ladi. Ularning ovozidan to'lqin chiqadi va ular doimo juft bo'lib harakat qiladilar. Bu maxluq mana shu noyob to'lqinlari hisobiga kun ko'radi desa ham bo'ladi. Uning to'lqinlari darajasi umuman odamzodni uxlatmaydi. Hattoki daqiqaga ham uxlay olmaysiz. Aytishlaricha bu maxluq 20 metrgacha bemalol ovozining signallarini yo'naltira oladi. Bunday qilib, uning ovozlarini qo'rg'oshin yanada kuchaytirib yuborishi mumkin. Shu sababli u ko'pincha metall joylarda oziqlanadi. U yirik hayvonlar bilan ko'proq oziqlanadi. Odamlarga yetkazilgan zararlarni shu paytgacha hech bir doktor uni tuzata olmagan. Ular uyqusizlik kasaliga duchor bo'lgandan so'ng uning uxlatadigan darajadagi hech bir dori samaradorlik ahamiyatiga ega emas. Bunday holatda inson 90% holatda vafot etishi mumkin yoki koma holatiga tushib hech qachon tura olmaydigan bo'lib qolish ehtimollari juda ham yuqori. Inson tanasi esa juda ham uzoq muddat uxlamay yurishlikni ko'tara olmaydi. Sababi tana uxlaganda quvvatlanadi va uxlamay yurgan odam quvvatsizlanadi. Ammo uxlaydigan qobiliyatini bunday maxluqlarga duch kelgan odamlar hali birortasi ham topganicha yo'q. Maxluqning hiylasiga uchgan odamlarda avvaliga garmon pasayishi, so'ngra avval sekin-sekinlik bilan barcha zaif sezgi organlari sina boshlaydi. Zaiflashib, oxir-oqibatda odam har xil istimalarda kuyib yonib, qiynalib, azoblana boshlaydi. Holsizlanib, tana quriy boshlaydi. Ishtaha ham yo'q, hech narsa yeya olmaydi. Va odamzodning o'lim xavfi borgan sari kuchayib boraveradi va bu maxluqning aynan shunday istagi ham desa ham bo'ladi. Maxluq aynan shunday holatlarda ov qiladi va bu uning strategiyasi desa ham bo'ladi. Ba'zan esa u ko'pincha vajohatli harakatlar bilan harakat qiladi. Misol uchun, u avvaliga uyqusizlikka chalintirgan odamini uxlagandan so'ng ov qilish strategiyalarini turlicha o'zgartiradi. Misol uchun, har xil tovushlar bilan atrofida shovqin-suron qiladi, uni vahimaga soladi va u uxlagandan so'ng uni bemalol yeb bitiraveradi. Ular jup-jup yurishlari deganda, ularning ko'pincha tanasining yarim bo'lagini, bittasi esa yarim bo'lagini esa ikkinchisiga olib boradi. Siz uni tunda ko'ra olmasligingiz mumkin, ammo u sizning atrofingizda girdikapalak bo'lib, sizga har xil shovqin-suronlarni solayotgan bo'lishi ham mumkin. Shu sababli doimo ehtiyotkor choralarni ko'rib yurishingizni tavsiya qilamiz. Sizlar bilan yana Jaju TV. Bilingki, agar SCP-966 bunday maxluqlar qatoriga kirganda, bunday maxluqlarga duchor bo'lganlar hech biri omon qolmagan. Sizlar ham ehtiyot bo'ling. Tunda ko'chada yurar ekansiz, atrofingizdagi shovqin-suronlarga hali ham e'tibor beravermang. Agarda siz ularga e'tibor berdingizmi, ularning hiylasiga tushayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Agarda sizlar ularning alomatlarini bilmoqchi bo'lsangiz, ikkinchi tunda uxlamayotgan kuningiz u sizlarning sochingiz to'kilayotganligidan darak beradi. Avvaliga soch-soqollar to'kiladi va so'ngra asta-asta kasallik rivojlanib boraveradi. Dunyoda juda ham ko'plab chekkalarda bor. Hozirda esa butun armiyalar ularga qarshi urush ochmoqda va ularni maxsus qurollar yordamida topib yo'q qilinmoqda. Bunday maxluqlar bizning dunyoyimizda bo'lishi juda ham xavfli va ularni o'ldirish uchun buyruqlar olingan. Ular tez orada qirib bitiramiz. Ammo borgan sari ularning yangi turlari ham chiqib bormoqda. Ammo biz olimlar bor ekanmiz, ularga qarshi har gal qarshi qurollarni topaveramiz va ularni yo'q qilaveramiz. Hozirda bizning harbiylarimiz esa o'shanday maxluqlardan 3 ta erkak va 1 ta ayolini qo'lga olgan.
Biz ularning ustida tadqiqotlar o'tkazib bormoqdamiz va ularni maxsus kameralarda 10 metrga 10 metr bo'lgan to'rtburchak kameralarda ushlab o'tiribmiz. Uning nazorat qilayotgan kuzatuv kameralari esa maxsus lazerlar yordamida yasatilgan. Sizlarga ishontirib aytamanki, tez orada bunday maxluqlarning barchasi qirib bitiriladi. Ammo kimdadir uyqusizlik kasalligi va shunga o'xshash biron holat bo'lsa, darhol ota-onangizga ayting va bu SCP-966 bo'lishi ham mumkin. Biz bularni qirib bitirib chek qo'yamiz. Bunday odamlarda alomatlar albatta kal belgilari bor. Kal odamni ko'rsangiz darhol murojaat qiling.